Surxondaryo viloyatida voleybol sportini rivojlantirish va terma jamoalar faoliyatini samaradorligini oshirishga bag'ishlangan video selektor tarzida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda shahar va tumanlardagi mas'ullar videokonferensiya orqali ishtirok etishdi. Yig'ilish davomida mavjud kamchiliklar tanqidiy muhokama qilinib, respublika musobaqalaridagi natijalar yetarli darajada emasligi, ayrim hududlarda mas'uliyatsizlik holatlari saqlanib qolayotgani qayd etildi. Shuningdek, seleksiya ishlarining sustligi hamda iqtidorli sportchilarni jalb etish va tayyorlash ishlari asosiy muammolar sifatida tilga olindi. Aniqlangan mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida professional murabbiylar tayinlash, hamkorlikni kuchaytirish, moddiy texnik bazani mustahkamlash va moliyaviy shaffoflikni ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Shu bilan birga shahar va tumanlarda yo'l xaritasi ijrosi qoniqarsiz ekani tanqid qilinib, barcha mas'ullarga voleybolni ommalashtirish, to'garaklar tashkil etish va musobaqalarni muntazam o'tkazish borasida aniq vazifalar berildi. Prezident olimpiadasi uchun saralash natijasida 50 nafardan ortiq yoshlar terma jamoaga jalb qilinib, ularni yuqori bosqich musobaqalarga tayyorlash choralari belgilandi. Shuningdek, 2026-yil mart-aprel oylarida Jizzax hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan U15 o'g'il bolalar hamda U17 qizlar o'rtasida O'zbekiston chempionatida Surxondaryo viloyati jamoasi faxrli 2-o'rinni egallagani e'tirof etildi. Tadbir yakunida yuqori natijalarga erishgan sportchilar O'zbekiston voleybol federatsiyasi Surxondaryo viloyati bo'limi raisi o'rinbosari polkovnik Jo'rabek Avazov hamda viloyat sport boshqarmasi boshlig'i Ravshan Mahmudovlar tomonidan munosib taqdirlanishdi.